3000 yillik shonli o'tmishga ega, Ipak yo'lining durdonasi bo'lgan, millat va elatlarning tinchlik va do'stlik makoni muazzam Samarqandga xush kelibsizlar. O'zbekistonga mana shunday mustahkam hamkorligi uchun UNESCO bilan o'tkazilgan sherikchilik uchun katta minnatdorlik bildirmoqchiman. Prezident janoblari, sizga katta rahmat. O'zbekiston birinchi navbatda uning prezidenti Shavkat Mirziyoyev janob oliylarining sa'y-harakatlari bilan biz yozuvchi Amin Ma'luf Yer sayyorasining quyosh tomonga eng chiroyli burilgan holati deb ta'riflagan ushbu afsonaviy shaharda bo'lib turibmiz. Bugungi anjuman hamkorlikning yangi yo'nalishlarini belgilash, barqaror rivojlanish bo'yicha global hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish borasida ulkan amaliy qadam bo'lishiga ishonamiz. Biz UNESCOning ezgu maqsadlariga sodiq ekanimizni ta'kidlaymiz. Sharq va g'arb, shimol va janub o'rtasida uyg'unlik ko'prigi, barcha uchun ochiq va konstruktiv hamkorlik maydoni bo'lishga hamisha tayyormiz. Janob Prezident, ilm-fan, boy madaniy meros, davlat xizmati va umumxalq manfaatlarini uyg'unlashtirgan holda ushbu yo'lda fidokorona mehnat qilmoqda. Bu qadriyatlar UNESCOning g'oyalari bilan hamohangdir. UNESCOning boqiy an'ana va qadriyatlardan kuch olayotgan Samarqand ruhi bizning umummilliy taraqqiyot sari yanada birlashishga undaydi. Bu ezgu yo'lda barchangizga yangi omad va zafarlar, UNESCO sessiyasiga esa muvaffaqiyatlar tilayman.